Marhamat qilamiz, doilarimizni taklif qilar ekanmiz. Doilar tabrik so'zlari bilan yaxshi niyatlar ila ana shu istaklar jilosini boshlab beradilar. Marhamat qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat. Ine Jamoliddin, seni xonadoningda bugun ana shu muborak kunda ana shu qizingni chiqarayotgan to'yingda o'tiribmiz. Seni ana shu to'ylar muborak bo'lsin deyman. İkiniz adam. Boshing to'ydan chiqmasin. Men ana shu 2 yoshga uzoq umr dilaman yana bir marta Allohdan. Baxtli bo'lsinlar. Neki niyatlari o'z niyatlariga yetsin. Indiki yil Xudo xolosa shu kunlardan aldiroq o'g'limning qizimning bo'lgan vaqtida seni bilan birgalikda bir beshikka olib borib o'tirish nasib qilgay. Rahmat uka, so'z berganingiz uchun. Sen gapirayapsanmi? Yaxshi shu gap so'z berganing uchun shu jiyani borganda baxt açılsın Xudoyim. Kelasi kunlar amdali Hasan Möhsinmi o'g'il qizim bersin. Ava shu jiyani Xudoyim to'ydan boshi chiqmasin. Hamma vaqt yaxshi kun bo'lsin. Ava bo'lgani shu boshqa kun yo'q. Gulbahor uka borgan yerda baxting açılsın. O'g'li qizing ko'p bo'lsin. Xudoyim shu doilarni aytgan gap bilan men ham qo'shilishaman. Baxtli bo'l. Tashakkurimizni izhor qilib qolamiz ana shunday bir ajoyib tabrik so'zlari uchun va galdagi yaxshi niyatlarni aynan Kamoliddin og'amizning ukalari Ortiqboy og'amizdan qabul qilsak. Marhamat. Yaxshi rahmat shundan kelganingiz uchun. Shunday yaxshi gaplarni aytdingizlar. Qo'shilaman. Shu ukamni borganda baxt açılsın. O'g'li qizi ko'p bo'lsin. Shu og'amni biyimni aqtiq cho'liq, yo'liq, yotliqdan so'yib o'tirsin. Mudama yaxshi kunlarda bo'lsin, izi to'y bo'lsin, hammaga yaxshi kunlarda gelleriniz için rahmet, to'ylar bo'lsin. Rahmet. Marhamat qilamiz. Ikromboy og'amizdan qabul qilar ekanmiz. Marhamat. Yaxshi qizimiz borganda baxt açılsın, o'zlaridan ko'paysin. Shu xonadona ava ko'ngilchi, el yurtda xizmati buyursin. Ko'cha qarasınlar, indiki ishlarni yetak. 5 gap borib o'tirish nasib etsin bizdan. Hamma o'yinda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Rustamboy og'amiz. Rustambek, marhamat. Apika, baxtli bo'ling. Borgan yeringizda shu iloyim oyoq yuzingiz yarashib, iloyim Xudoyim. Shu akamning nomidan akam Xudo xolosa keladi. Tez. Tabriklaymiz apika. To'ylar muborak bo'lsin. Doilar. Rahmat. Rahmat, tabrik so'zlari uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Ana endi aziz ayollarimizdan tabrik so'zlarini qabul qilar ekanmiz. Karima opa, assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat, bir tabrik so'zlarini yo'llab qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindosh tog'allar, el-elatlar. Shu ukam Kamoliddinni, gelinim Zeynepcanni shunday bir baxtli kunga kelibsizlar ekan. Iloyim shu xonadonda hamisha to'ylarga kelgaysizlar. Shu qizimizni borgan yerinde baxt ochilg'ay Xudoyim. O'zi bilan baxt olib borgan bo'lg'ay. Xudoyim gevni bizlara oyoq izi yarashg'ay, baxt olib kelg'ay. El-elat bilan hamma vaqt shu to'y tomoshada yurish nasib etsin. Ava tabriklayman uka. Ava to'ylar bilan hamisha boshing to'ydan chiqmag'ay. Hemşe dasturxoning ochiq bo'lg'ay. Sog' bo'lg'aysizlar Xudoyim. Rahmat, tashakkurlarimizni izhor qilamiz va oila darg'alaridan tabrik so'zlarini Sulton Poshsha beyimizdan qabul qilar ekanmiz. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun Gulbahor qizimizning qizlar bazmida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, unga avvalambor uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi hayotida ko'pdan ko'p baxt tilayman. Borgan yerinde baxt açılsın, kiyovi bilan qo'sha qarisin, qaynonalariga, qaynotalariga uzoq xizmatlari buyursin. Ko'p
farzandli bo'lsin. Kelasi shu kunlar beshik to'ylarida hammamiz qatnashib o'tirish hammaga muyassar qilsin. Kamoliddin bilan Zaynabjonlarni kuyov bilan tabriklayman. Rahmat. Tashakkurimizni izhor qilib qolamiz. Xolajonlar nomidan bir yaxshi niyatlarni qabul qilar ekanmiz. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar, kuyovlar, o'g'illar muborak bo'lsin. Marhamat. Hurmatli to'y qatnashchilari, mana bugun qizimiz Gulbaharxonni, singlim Zaynabxon, Kamoliddinlarning xonadonida shu qizimizni qizlar yig'ini bo'lib turibdi ekan. Shu qizima uzoq umr, baxt tilayman. Xudoyim shu borgan yerinde baxtlı bo'lsin, xizmati buyursin, qudalarimiza, giyo balamizni Abrarbekni xizmati bizlere buyursin, bularning xonadonina Xudoyim oyoq yuzida qutluk odam gelin bo'lib borsin. Shu eng ajoyib shu mahallada birinchi gelinlardan bo'lib yurishini dilaymiz shuni Allohdan. Xudoyim menni gelen 100 yillardan burunroq shu qizimizni oltin beshiklab borib qutlab o'tirish nasib etgan. Hech kim xatorimdan xato bo'lmag'ay. Shu singlim bilan ukam ikkisi Kamoliddin akam shu bulara Xudoyim Alloh taolo shu berisini yanılmasın. Xudoyim shu ishlab sog' salomat o'ris yurtlarda dolib tashib to'ylarni etib, qizlarini chiqarib, o'g'lini uylantirib o'tirg'ay. Xudoyim niyetlari, tilakları bo'lsa Alloh taolo shunga yetirgay. Apasının ruhları, shu akamning ruhlari, ammamning ruhlari, shu bularni hamma vaqt qo'llab turg'ay Xudoyim. Rahmat. Baxtli bo'linglar, Gulbahor, Xudoyim. Tashakkurimizni izhor qilamiz. Ana bir ajoyib tabrik so'zlari uchun yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu davrada to'yimizda qatnasha olmayotgan barcha ammajonlar nomidan Nargiza opamiz bir yaxshi niyatlarni yo'llab qo'yar ekanlar. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz singlimiz Gulbahorni qizlar bazmida o'tiribmiz ekan. Men hozir emmalar nomidan gaplab turibman. Shu ukama baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Neki orzu-umidlari bo'lsa ro'yobga chiqsin. Sog' salomat bo'lsin, shu giyo bilan qo'sha qarisin. Rahmat. Rahmat. Rahmatlarimizni izhor qilib qolamiz va agaldagi tabrik so'zlarimizni aynan mana shu to'yimizda yelib yugurib xizmatda bo'lib turgan ana shu xonadon sohibasi Zaynabxon opamizning sevimli ovsullari Karomat opamizdan qabul qilsak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Ina bugun qizimiz Gulbahorni shuning baxtli gününde oturgan ekanmiz, qo'sha qarisin, borgan yerinde vaqt ochilsin. Endigi yil biyim qo'shasidan kamadam, qo'shasidan beshiklarni olib borib o'tirg'aylar Xudoyim. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Baxtli bo'l. Rahmat. Ana shu ko'z yoshlari ila aytilgan tabrik so'zlariga qo'shilmasdan iloji yo'q. Baxt tilaymiz biz ham va endi keling, hurmatli mehmonlar, mana shu yerda Pir badolat insonlar nomidan mana 90 ga kirgan Yoqutjon onamizdan tabrik so'zlarini qabul qilar ekanmiz. Ana undan so'ng ota-onalardan yaxshi niyatlarni qabul qilsak. Marhamat qilamiz. Bir yaxshi niyatlarni onajonimiz yo'llab qo'ysalar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Ne deb söyleyin? Xudoyim shu yerda to'ylar olg'ay. Hammangiz Xudoyim to'y etkazlar. Xudoyim qizlar baxtli bo'lg'ay qizlarni. Xudoyim o'rib o'sib yurganlar. Xudoyim o'g'illarni doğup sevgili bilan deng ko'rishganlar, deng davron surib yurganlar. Size Xudoyim iloh. Baxtiga to'lg'ay Xudoyim. Amin. Ana shu yaxshi niyatlar ijobati Allohim dargohida qabul bo'lishini so'raymiz. Hammamizga ham mana shunday pir badolat inson bo'lib davralarni to'rida savlat to'kib o'tirish nasib qilsin deymiz va endi keling hurmatli mehmonlar, so'nggi tabrik so'zlarini aynan ota-onalardan qabul qilsak.
ana shu mehmonlarga barchalarni aynan diqqatlarini davramiz markaziga qarashlarini so'rab qolardim. Kelinchagimizni dunyoga keltirib, kamolga yetkazgan ota-onalardan tabrik so'zlarini qabul qilamiz. Otasiz hovlining fayzi yo'q sira. Onasiz yorishmas birorta xonang. Qarasa ko'nglingga qaraydi, ammo qo'lingga qaramas ota-yu onang. Ota-onalarimiz sog' bo'lsin deya birinchi tabrik so'zlarini xonadon boshi, xonadon sohibi, ana shu kelinchagimizning padar buzrukvorlari, qalqonlari, tayanchi, suyanchi hisoblanmish Kamoliddin og'amizdan qabul qilsak. Marhamat. Yaxshi, rahmat so'z berganlaringiz uchun. Xudoyim hammalaringizga rahmat. Baxtli bo'lsin. Xudoyim o'g'li qizi ko'p bo'lsin. Yulduzlar yarasın. Evet, tebriklemen ne ki arzu niyetli aytıldı, roya batsın. Xudoyim oğlu kızı köp olsun. Baxtli olsun. Ana endi hurmatli mehmonlar, so'nggi tabrik so'zlarini aynan kelinchagimizni dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, o'zi yema yedirib, kiymay kiydirib, kamolga yetkazgan Munis onajonlari, voliday muhtaramalardan qabul qilsak. Zaynab opa, avvalambor to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar davomiy bo'lsin deymiz. Kuyovlar, o'g'illar muborak bo'lsin. Marhamat. Aziz mehmonlar, to'yimizga kelibsizlar. Hammangizga ming rahmat. Ali to'yimiz davom etadi. Ertang hammangga palova ava xizmat etaveramiz. Yana birgalikda ukam Ortiqvoy, o'sinlarim, og'am, akkamlar, biyimlar, hammamiz sizlarga xizmatdamiz. Shu qizim borgan yerida baxtli bo'lsin. Hech qachon inshat indab turmasin. Guyimam bizlarga xizmati buyurib, aqlli bola bo'lsin, baxtli bo'lsin, ishlari yurishaversin. Merim bayağım bilen Dilaram apkama, apkasi Sanobara, Dinuraga xizmatlari buyursin. Jasur bekam, o'sinam hammasi bilan oz birgachilikda bo'lib, hech qachon qizim shularni eldinden kesa o'tmasin. Hurmatda, izzatda bo'lsinlar, oz birgachilikini bersinlar. Hammangizga rahmat. To'yni davom etamiz. San'atkorlarim rahmat. Kamerachiga, diktor uka sizga ming rahmat. Xudoyim sizlarga yaxshi kunlaringizga buyursin topganingiz. Hammangizga kelganinizga rahmat. Qiz yo'q uyda sarin sabo esmaydi. Qiz yo'q uyda jambil rayhon o'smaydi. O'g'illarning ota bilan ishi yo'q, qiz otasini har qadamda eslaydi. Ko'zlariga surgay bosgan izingiz, qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz, qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz. Qiz yo'q uyda tonglar erta otmaydi. Tomda oftob, ayvonda oy yotmaydi. O'g'il qanday do'st bo'ladi bilmadim. Qiz do'st bo'lsa siringizni sotmaydi. O'g'il kunda javdiratmas ko'zingiz, qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz, qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz. Hech bir o'g'ildan kam bo'lmagan kechamiz malikasiga yana bir bora baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Dunyo ishlariga ketganda xayol uning qilmishlari qiladi nido. Halol va harom va kamol va zavol insonni shunday o'yga soladi, topganin yaxshilar to'yga soladi. Topganni to'yga solgan yaxshilar xonadonda to'y ekan, ularni yana bir bora ana shunday to'ylar, ayyomlar bilan muborakbod qilamiz va oila a'zolarini barchasini raqs maydonimizga challagan holda aynan Karomat opamizning talablariga, takliflariga binoan Navro'zbek Sobirovdan bir juft taronani e'lon qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Ras. Shog'amiz talabini bir lezing kab bo'ladi, keyin bizlarimiz qo'shiq aytib beramiz. Hop, hop. Ey! Yashay. Assa! Assa! Vladik. Assa! Yeah!
yaşarken Asmanladım geledi Şunun bağı kaşarken Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Koyacak gözleri Dümdüz kepli sözleri Mazalı azap verip Gülüp duran yüzleri Yiyip koyacak gözleri Dümdüz kepli sözleri Mazalı azap verip Gülüp duran yüzleri Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Yakıp kalanın bilmez Yağmeni göze ilmez Behudadan behuda Örtep yüreğim dilmez Yakıp kalanın bilmez Yağmeni göze ilmez Behudadan behuda Örtep yüreğim dilmez Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim Soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim Mireli istep geldim Yaşlarımız baklı olsun. Hemmenize toylar mübarek olsun deyimiz. Baklı olunlar.